Dadasining miras elish masalasiga kelsak, buni tatbiqlasak, masalan, bir kishi o'lib ketdi va uningki urug' tuqqanlardan qolgani dadasi bilan ab ibn degani shu meyitning o'lgan kishining dadasi bilan o'g'li degan gap. Dadaning miras elish holatlari 3 xil, 6dan 1 yoki 6dan 1 ga qo'shimiz asaba yoki asaba. O'g'li bo'lganligi uchun 6dan 1 ni oladi va ibnning o'zimi asaba bo'lganligi uchun qolib qolgan molning hammani ibn asaba bo'lib oladi. Yana bir masala. Bir kishi o'lib ketdi. Dadasi bilan qizi qoldi. O chaqda dadasining oldig'ini meyitninki far'ul varis muannas bo'lganligi uchun 6dan 1 qo'shimiz asaba deymiz. Qizi 2dan 1 ni oladi, yolg'iz bo'lganligi uchun. Buningda hamda asl masala qanday chiqaramiz deganda qarasak 6dan 1 bilan 2dan 1 ekan. 6dan 1, 2dan 1, 2dan 1 fariqun nisfda. 6dan 1 ikinci gruppa fariqus sudusda. Fariqus sudus bilan 2dan 1 birga kelib qolsa, asl masala biz 6 deymiz degan qoida zahabiyada. Shuna asl masala deganiga 6 ni yozamiz. Chunki 6 ham 6dan 1 ko'paysak, ham 2dan 1 ko'paysak butun son chiqadi. 6 ni 6dan 1 ko'paysak 1, 6 ni 2dan 1 ko'paysak 3. 1 ga shuni qo'shsak 4. Shuni 2 eshib qoldi. 6 dan 2 eshib qoldi. Eshib qolgani kimga yozamiz? Dadasiga yozamiz. Ustungi masaldimi? 6dan 1, 6dan 1 fariq as-sudus, ikinci gruppa. İkinci gruppaningki sanalanma bu yerda. Buningda mahrajning eng son cho'ng sonini asl masala qilamiz. U bo'lsa-mu 6. 6dan 1dan boshqa son yo'q ham. Shunga mahrajini ham bevosita yozib olsak bo'ladi. 6dan 1. 6 ni 6dan 1 ko'paysak 1. Yoki 6 ni 6 ga bo'lsak 1. 5 eshib qoldi. Asl masala 6. 5 eshib qoldi. 5 ni kimga yozamiz? Asaba bo'lgan ibn o'g'liga yozamiz. Bu degani masalan $100 qolgan bo'lsa, 100 ni 6 ga bo'lib, chiqqan sonni 1 ko'paytirsak, dadasining 5 ko'paytirsak o'g'lining o'lishi degan gap. Endi shuncha xil bir holat. Bir kishi o'lib ketdi, ayol o'lib ketdi, zavj yo'lish bilan dadasi qoldi. Buni qanday qilamiz degan chaqda qarasak, u meyitninki furuqlari yo'q ekan, ya'ni qizi o'g'li yo'q ekan. Shuning uchun dadasining mirosi bevosita asaba bo'ldi, eshib qolgan mol bo'ldi. Endi zavjnikini 12-oyatda agar ayollaringlar tugab ketib, ayollaringlarniki farzandlari bo'lmasa, sizlar 2dan 1 degan. Yo'lchiq 2dan 1 ni yozamiz. Asl masala chu desa, bu yerdagi furud muqaddara qarasak fariqun nisf, birinchi gruppa fariqun nisfda bo'ldi. Asl masala shu sonlarning ichidagi mahrajlarning eng cho'ngini yozamiz. 2dan 1 bilan bo'lganligi uchun bas 2 ni yozsak bo'ldi. 2dan 1 ko'paysak 1, eshib qolgani 1, 1 ni dadasiga yozamiz. Undan keyin yana ikki misol. Bir ayol o'lib ketdi. Zavj, ab va ibn qoldi. Zavj bu 4dan 1 bo'ldi. Chunki o'lguchininki o'g'li bo'lganligi uchun, farzand bo'lganligi uchun. Farzand bo'lmasa 2dan 1, farzand bo'lsa 4dan 1. Endi dadasi qaraydigan bo'lsak, ibn far'ul varisil muzakkar bo'lganligi uchun 6dan 1 ni yozamiz, ibn eshib qolganini yozamiz. 4dan 1 6dan 1 qarasak, 4dan 1 fariqun nisfning qatorida bor. 2dan 1 4dan 1 8dan 1 bu fariqun nisfning ichida. Fariqun nisf bilan fariqus sudus ikisi birga kelib qoldi. U chaqda asl masalani biz 12 bo'ladi bunday ahvollarda degan. Ya'ni fariqun nisf bilan fariq sudus bu ikisi birga kelib qolgan chaqda agar aralash kelib qolgan chaqda agar 2dan 1 bo'lib qolsa asl masala 6 ni yozamiz, 4dan 1 bo'lsa 12 ni yozamiz, agar 8dan 1 bo'lib qolsa 24 ni yozamiz degan qoida zahabiyada. Shunga bu yerda 6dan 1 bilan 4dan 1 kelib qolgan uchun 12 ni yozamiz. 12 ni 4dan 1 ko'paysak 3, 6dan 1 ko'paysak 2 qo'shsak 5, eshib qolgan 7, eshib qolganni ibn oladi asaba bo'lib. Ayn degani shu asaba eshib qolgan molni og'uchi degan gap. Undan keyin yana bir ayol o'lib ketib, yo'ldish qoldi. Dadasi qoldi, qizi qoldi. Abga hozir abning gapini qo'yatmiz emas, dadasining gapini. Shunga 6dan 1 qo'shimiz asaba bo'ladi. Chunki far'ul mawaris al muannas ba.
6'dan 1 qo'shimiz asaba bo'ladi. Endi zavj kelsak, ayolninki balasi bo'lganlik uchun 4'dan 1 ni yozamiz. Binit yolg'iz bo'lganlik uchun 2'dan 1 ni yozamiz. Endi asli masala qarasak, bu yerda ham fariqi nisf bor ekan, ham fariqi sudus bor ekan. Fariqi nisfning ichida 4'dan 1 bor ekan. Shunga asl masalaga 12 ni yozamiz. 12 4'dan 1 ni ko'paysak 3, 12 6'dan 1 ni ko'paysak 2, 12 2'dan 1 ko'paysak 6, 3 2 6 ni qo'shsak 11 chiqdi. Eshib qolganda 1 bo'ldi. Bu 1 ni dadasiga yozamiz.